U Şinjan moda musiqa davrining boshlamchisi. Uningdan burun hech kim undaq dag'dug'i qo'zg'ab boqmagan. U kishilarning qalbida betakrar gitar shohi edi. Bugun sizlarga bir davr rivoyatli cho'lpon Ahmadjon Mamtimin to'g'risida so'zlab beraman. Dünyada tepilmez anılar bu bilen adilar öten nanami. Ahmadjon Mamtimin 1970 yili 10 ayning 4 kuni Xotan viloyati Qarqash nahiyasida bir o'qituvchi oilasida dunyoga kelgan. U kichikdan boshlab musiqaga ishtiyoq bog'lagan bo'lib, 1984 yildan 1986 yilgacha Xotanda san'at kasbida milliy chalg'ularni chalishda tarbiyalangan. 1987 yilgacha Urumchida Lujangshin muallimning yetaklashida elektronlik gitar chalishni sistemlik o'rgangan. 1987 yili va 1989 yili san'at bayramida Ahmadjon o'z ijodiyatiga bir qancha naqshlarni elektronlik gitar bilan o'rinlab, keng xalq ommasining bo'libmi yoshlarning qizg'in olqishiga erishgan. Shundaqli butun Shinjong miqyosidan qozongan. Uçaqlarda kişiler elektronlik gitarni ancha bilib ketmaydi. Artistlar sahnada o'lchamlik turish qiyofati va belgilangan usul harakati bilan numar o'rinlaydigan davrda bu o't yurak yosh kishilar ko'rib baxmagan bir zamonaviy chalg'ini esvelib, bir tarafdan jo'shqin va tez ritmlik naqshini o'rinlasa, bir tarafdan sahnada ritmga keltirib o'ynashib maydon kayfiyatini yuqori bosqichga ko'tarib yetadi. Shuningdan keyin Ahmadjon nurg'unlagan san'at kechiliklariga taklif bilan qatnashib, o'zining nodir naqshlarini xalqqa sungan. Shundaqli ilgari keyin bo'lib ko'p qatim avtonom rayon bo'yicha san'at sohasidagi ilg'or shaxs bo'lib baholangan. Uning ta'siri bilan ko'plagan yoshlar gitar chalish va zamonaviy naqshlarga ishtiyoq bog'lagan. Ahmadjon Shinjongda tunji bo'lib muqomni elektronlik gitar bilan o'rinlagan kishi edi. Vakillik eserlerinden kirib qaptı anam tushimga. Tanha, sumbul chachlaring qatorliqlar ayni chog'da butun Shinjong yoshlar aytishni bildigan naqshlar edi. Almabessem anlaysiz, aramazsem yemeysiz. Qaysi bayrın kızısız, bizni yaxshi demeysiz. Bizni yaxshi demeysiz. Afsus, Ahmadjon Qozog'istonning Olmati shahrida o'tkaziladigan O'rta Osiyo san'at festivaliga qatnashishga tayyorlanayotgan paytda, yana 1991 yili 6 oyning 12 kuni tong saharda Urumchida tuyuqsiz olamdan o'tgan. Shu chaqda u amdili 21 yoshda edi. Ahmadjon qisqagina hayotida nurg'unlagan nodir musiqa namoyandalarini qoldirib ketdi. Uning vafoti Shinjong musiqa sohasiga bo'lgan zo'r yo'qotish edi. Ahmadjon bizdan vaqtsiz ayrilgan bo'lsa-mu, uning bizga qoldirib ketgan klassik naqshlari va yangilik yaratish izdenish ro'yi mangu nur sochadi. Çile yarıdan gelir